Assalomu alaykum. Masrobek Sport kanalining obunachilari. Bu videoga xush kelibsiz. Bu videoda kompyuterning batareyasini holatini tekshirib ko'ramiz. Ya'ni necha marta zaryadkaga ulangan yoki yo'nqisini ko'rish ham mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'ring, o'tkazib yubormang. Windows R tugmasini bosamiz va bu yerga mana shu cmd deb yozamiz va o't tugmasini bosamiz. Va bu yerda cmd ochildi. Endi bu yerga power sfg kfg nima va keyin slash battery report deb yozamizda enter tugmasini bosamiz. Voy, nima yoqdi? Ko'p yozilib ketibdi. Power kfg slash battery report. Endi bu yerga kir deyapti. users battery report html. Hozir bu yerga endi Windows ni bosamiz. C diskga o'tamiz va bu yerda user bu yerda eng pastda battery report chiqadi. Mana shuni ustiga 2 marta bosamiz. Va bu yerda yana batareyaning holati chiqib keladi. Kompyuterning nomi, boshqa nimalar va bu yerda cycle count. Bu nima? Bu kompyuterni necha marta zaryadkaga ulaganingiz 246 marta zaryadga ulangan va bu 31 mana shuni yo'nqisini ko'rish uchun kalkulyator kerak bo'ladi. Kalkulyatorga kiramiz va mana bu 31720 ni 38000 ga bo'lamiz va yo'nqis chiqib keladi. Hozir bo'lib ko'ramiz menikini. Har kimnikida har xil chiqadi bu raqamlar. 31720 bo'lingan 38000. Mana yo'nqisini ko'rib tursiz. Mana shu 0 dan keyingi ikkita raqam olinadi. 83 yo'nqis mana. Meniki 83 yo'nqis ekan. Sizniki nechta kommentariyada yozib qoldiring. Va bu yerda qachon qaysi sanada necha marta zaryadkaga qo'yganingiz va qachon necha foizgacha to'ldirib olganingiz hamma narsasi bor. O'zingiz ko'rib olasiz. Mana hamma narsasi bor. Kunga qachon ko'p ishlatasiz va qaysi vaqtda ko'p zaryad yeydi, nima qiladi, nimaga ketyapti, mana shuni hammasini ko'rishingiz mumkin. Xayr do'stlar, shu video mana shulardan iborat edi. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat.